Juda ravon, kattadan berdim. Juda ravon. Hozir sizlarga insultdan shifo topgan onaxonimizni ko'rsataman. Behzod aka to'liqroq ma'lumotni o'zib berasiz va o'zlarini eshitamiz. Bosh miyada qonlanish o'tkir buzilishi bilan ikkala tizzada ham artroz bor edi. Xudo xolasa lecheniya olishdi bir kurs. Hajlarga borib kelishdim bir safarlariga. Mana yaxshi yurdimda, yurib ko'rsatib beringchi. Mana o'sha yurganda ham asoratlar qolmagan bundan. Hamma joyi soppa-sog'. Dalingiz 120 ga 80. Voy, pastayanni shunaqa deng. 18 yoshli qizlar davrinasida. Pastayanni shunaqa. Boraymi, bormaymi, yaraymi, yaramaymanmi deb rosa vaqtda yaxshi ishonch berib, motivatsiya berib, mana jo'natib yubordi. Qarindoshlar bilan maza qilib borib keldingizmi? Judayam yaxshi. Hech qanaqa muammo bo'lmadi Hech sog'lig'ida. qanaqangi muammo bo'lmadi. Hoji onamiz haqiqiy real natijada davolanib ketgandan so'ng 6 oydan keyingi natijamiz, hurmatli kuzatuvchilar, insult kasali bilan og'rigan, bir tomon ishlamaslik cheklanib qolganda hoji ona. Mana shu nima qo'limda bor edi, chap qo'limda, qo'llarim ham yaxshi bo'lib ketdi. Endi hoji ona bizni ko'pchilik kuzatadi-da, ishonsa bo'lar ekanmi? Ishonsa albatta bo'ladi. Vrachimizga kelib davolansa bo'lar ekanmi? Davolansa bo'ladi albatta-da. Ilohim qilgan ibodatlarimizni dargohingda qabul va ijobat qilgin. Xatolarini o'zing kechirgin, o'rnlarini o'zing to'ldirgin ilohim. O'tganlarni rahmat qilib, qolganlarni salomat qilgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor. Birahmatga yor arhamat rohmin. Mana shu bezorjonning umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin ilohim. Ko'p yillarga esonchilik bo'lsin ilohim. Bu ham umralarga boraman deyapti, yo'llarini ochiq va farovon qilgin. Beshgas bexatar qilgin ilohim. Amin. Omadini bersin ilohim. Allohu akbar. Juda ravon, kattadan berdim. Juda ravon. Umuman ovozda tutilish degan narsa qolmabdi, xudo xolasa. O'zi aslida insult kasali bilan og'riganda nutq ham buzilib qoladi. Ham buziladi, motorniy afaziya bo'ladi, o'shani hisobiga juda tutilib qolyapti ro'dik. Mana hozir Yaxshi. xursand bo'ldim. Zo'rsiz, hojona, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling.